ikkita farzandim bor, 3ta farzandim bor, ajrashib ketganmiz. Endi Alloh biladi nima bo'lib ajrashganda endi uni. Ko'rsatmaydi ekanda, ko'rsatmaydi ekan. Yomonlayverar ekan. Oy singillar, ana shu turmushi buzilib ajrashib ketgan opa-singillar, yaxshilab eshitib olinglar. Kim otani boladan, bolani otadan ajratsa Allohning la'nati bo'lsin degan hadislar bor. 3-4 toifa odamlar bor, hadislarda keladi, Alloh la'natlagan toifalar. Qulni hojasiga qayragan odam, erni xotiniga qayrab ajrashtirib yuborgan odam, otani bolaga qayrab bir-birini o'rtasini buzib yuborgan odamni Alloh la'natlagan. Sizning haqqingiz yo'q. Sizni agar iymoningiz bo'lsa aytishligingiz kerak. Bolam, bu taqdir ekan, katta bo'lsang bilasan, tushunasan. Biz kelisha olmadik, biz ajrashib ketdik. Lekin senga ham ota, ham ona kerak. Ham ota, ham onani rizoligi kerak. Shunda jannatga kirasan. Meni ham haqqimni ado qilishing kerak. Mana shuni muqobilida otangni ham haqqini ado qilishing kerak. Aksincha, o'sha ayollar shu arzimas narsa bilan bo'lsa ham bor otangni xabar olib kel deyish kerak. Lekin ba'zan shunaqalarni ham men eshitib ko'raman. Doim farzandlarini otasinikiga jo'natadi. Otasi sovg'a salomlari bilan kiyim-kechaklarni qilib beradi. Ba'zilar shu ko'rsatmayman deydi ekanda, faqat yomonlayverar ekan. Ajrashib ketgan ayollar, qizlar, opa-singillar, o'zingizlar yomon ko'rishlikka haqqinglar bor. Lekin farzandlaringizlarga otasini yomonlashlikka haqqinglar yo'q sizlarda. Agarchi u kim bo'lsa ham, bo'lmish bo'lib ketgan bo'lsa ham haqqinglar yo'q. Mana shu ko'rib olana ichib tumalanib yuribdi ko'chalarda, shu otang bo'ladi. Agar farzandlik burchimni ado qilaman desang, yuvib tarab uyga olib kirib davolab, namozga yig'iltirib, umralarga bor, u o'zingning ishing. Mana shu seni otang bo'ladi deyish kerak. Ana ko'rdingmi otang? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Mana shu narsadan qizlarimizni sal ehtiyot qilishligimiz kerak.